2025-yildan tug'ilganlar beta avlod, ya'ni sun'iy intellekt bilan ulg'ayadigan birinchi avlod. Keling, barcha avlodlarni bir joyda ko'ramiz. Shunda siz ham qaysi toifaga kirishingizni bilib olasiz. 1946-1964-yillar boomerlar, urushdan keyingi avlod, sabrli, mehnatkash, texnikasiz hayotni ko'rgan insonlar. 1965-1980-yillar X avlodi, diskni puflab ishlatgan, kasseta qaytarib o'sganlar, eski kameralar davri. Texnologiya qanchalik o'sdi degan gapni ko'p aytadiganlar. 1981-1996-yillar milleniallar, Nokia 3310, Odnoklassniki, birinchi internet, birinchi kompyuter o'yinlari va Ikport nimaligini ko'rgan insonlar. Analogdan raqamli davrga o'tgan avlod. 1997-2012-yillar Z avlodi. Internet, Wi-Fi, telefon bilan katta bo'lganlar. Instagram, YouTube, TikTok ular uchun oddiy hol. 2013-2024-yillar alfa avlodi. Planshet bilan ulg'aygan, 2 yoshida YouTube'dan video scroll qilgan bolalar. Texnologiya ularning bolaligining bir qismi. 2025-yildan 2040-yilgacha beta avlodi. Sun'iy intellekt, robotlar, aqlli uylar ular uchun oddiy hayot. Sun'iy intellektga eng moslashgan avlod bo'ladi. Endi ayting, siz qaysi avloddansiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.